من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan darsimiz bo'lsa Abul Husayn al-Quduri rahimahulloh yozgan Muxtasar al-Quduri nomli bu fiqh kitobining Kitabul Iqror degan yerga keldik. Xo'sh, endi Allama Quduri rahimahulloh deydiki Kitabu al-Iqror. Bu iqrorning kitobi deydi. İqrar degan gap lug'at ma'nosi i'tirof degan gap. İxbar. Falonining o'zi lug'at ma'nosi e'tirof qilish va iqror qilish va falonning haqqi borligini xabar berish degan bo'ldi. Endi buniki fiqh islohdagi ma'nosi mu, ya'ni shu o'xshashcha farqi yo'q. Ya'ni falonining menda mançful haqqı ba, mundaq narsasi ba deb iqror qilish. Bu maliyatdagi iqror. İza aqarra al-hurrul balighul aqilu bihaqqin deydi. Qachonki azod balog'atga yetgan aqli bor odam bir haqni iqror qilsa, bu iqror bil huquq degan. Endi buningdan biz nimani chiqarib olamiz? Azod degan gapdan agar qul bo'lsa, uning iqrori kuchga ega emas. Qul agar oldingi darsda o'tgan, agar qul menda falonniki manchi pulisi bor deb iqror qilsa, bu atakosh qul azod bo'lgandan keyin gadinga lozim keladi. Azod bo'lmoqcha gadinga lozim kelmaydi. Ikkinchisi baligh. Bu iqror qilgan kishi baligh bo'lishi kerak. Agar balog'atga yetgan bo'lmasa, kichik bola bo'lsa, sabiy, narsida kichik bola bo'lsa, buning iqrori kuchga ega emas. Üçüncüsü aqli bor bo'lishi kerak. Agar aqli yo'q, majnun bo'lib qolsa, majnunning qilgan iqrori kuchga ega emas. Xo'sh, endi bihaqqin degan gap yana faloniki haqqil ab masalasi, huquq masalasi. Ya'ni falonining haqqi menda bor deb iqror qilsa, lazimahu iqraruhu. Buning iqrori uningga lozim keladi. Majhulan kana ma aqarra bihi aw ma'luman. Ya'ni bu muqirning iqror qilgan narsasi noma'lum bo'lsin yoki ma'lum bo'lsin. Endi bizda 3 ta istiloh bor darsda. 3 istiloh. Biri al-muqir. Ya'ni biri muqarru bihi. Ya'ni biri al-muqarru lah. Al-muqir degan iqror qiluvchi. Muqarru bihi degan iqror qilgan odamning iqror qilgan mali, anchful degan. Muqarru lah degan iqror qilingan odam, ya'ni haqning egisi. Aqlning egisi muqarrilah deb ataladi. Bu shu islohni bilaman. Ma aqarra degan muqarri bihi iqror qilingan narsa noma'lum narsa bo'lsin yoki ma'lum bo'lsin, baribir haq sabit bo'ladi deganda. Ya'ni uniki qarzning gadini chigilayverdi. Uni manchful deb aniq qilsa chigiladi, iqror kuchiga ega bo'ladi. Agar pulus falonning pulusi bor deb mutlaq holatda desimi, yana kuchga ega bo'laverdi. Ve yuqalu lehu amd xo'sh noma'lum agar bir odam noma'lum iqror qilgan bo'lsa, falonning mening gadimda falonning pulusi bor deb e'lon qilibdi, iqror qilibdi. Aya ancha pul mancha pul degan bo'lsa, yuqalu lehu bayyinil majhul. Uningga deyiladi. Ya'ni qodi yoki uning mas'ul bo'lgan kishilar nima deydi? Bayyinil majhul. Bu noma'lum sanni siz bayon qilib bering. Qancha pul bor? Ya'ni falonning sizning gadingizda qancha pul bor? Shuni deb biling deb shundoq deyiladi. Xo'sh, endi men bizga fa tafsil. Bizga qoidani umumyuzlik deb berdi Imom Quduri, ma yalzamu bil iqror degan masalaniki umumiy qoidasi bayon qilgandan keyin endi fa kelgandan keyin fa'da bu qoidadan chiqilgan furuatlarni biroz birdo tushundirish uchun tafsilotini so'zlab berdi. Ya'ni fa degani ya'ni demadi. Ya'ni agar mundaq desa, muqir mundaq desa, li fulanin alayya shay'un. Falonining mening gadinimda bir narsasi bor deb. Ya'ni mening ustimda falonniki bir narsasi bor.
bir narsaga nima qilibdi, iqror qilibdi. Lazimahu ay yubayyina ma lahu qima. Ya'ni mening gadimda ustunda bir narsa borga adam muqirning qimmati bor bir narsani bayon qilib berish lozim keladi. Qimmati bor. Qimmati yo'q narsani lozim bayon qilib berganga falonning men narsa deb e'tirof qilib, nima edi u desa, bir dana toshni yo'ldik, toshni deb, ya'ni qimmati yo'q narsani berib so'zlab bersa, bu kishiga emas, cho'qim qimmati bor, ya'ni pulga og'ir bo'ladigan, sotqili bo'ladigan narsani birini e'tirof qilish kerak. Vel qawlu fihi amdi vel qawlu fi bayanil mujmal degan bo'ldi. Ya'ni damir, ya'ni shu mujmal muqarribih bo'lgan, muqarribihil mujmal fi bayani al muqarribihil mujmal, ya'ni mujmal bayon qilingan bu iqrorni bayon qilishda mujmal so'zlangan bu muqarribihni bayon qilishda kimning gapi gap bo'ladi, kimning gapi kuchga ega desa, qawluhu ma'a yaminihi in idda'al muqarru lahu akthara min zalik. Ya'ni iqror qiluvchining qavli, muqir iqror qiluvchining qavli ma'a yaminihi, uni qasam ichishi bilan birga. Qasam ham ichidi, iqror qiluvchi ancha pul deydi, undan keyin qasam ichib birdi. In idda'al muqarru lahu akthara min zalik. Qachon qasam ichidi? Yani muqarru lah, ya'ni haqiqisi bu yoq, unda masalan menda 100 riyal pul bor degan bo'lsa, u yo'q, unda 200 riyal pul batdi, 200 riyal bergan deb tursa, shu chaqda kimning gapini anglaymiz? Muqirning gapini anglaymiz, iqror qiluvchining. Unda 100 riyal, men undan 100 riyal pul oldim, 100 riyal qarzim bor, billahi lazim deb qasam ichdim. Ve in qala lahu alayya malun, agar bundaq desa, lahu alayya malun, falanining menda mali bor. Lahu alayya malun deb bıraktı. Yani falanining mening ustimda, mening gadimda men bilish lozim bo'lgan mali bor, pul mali bor deb shundaq iqror qilgan bo'lsa, fal marji'u fi bayanihi ilayhi. Yani marji degan gap, yani murojaat qilinadigan o'rin fi bayanihi. O shu mujmal iqrorni bayon qilib berishdiki, qaytiladigan joy, asoslanadigan manba kimga bo'ladi? Shu iqror qiluvchiga bo'ladi, o'xshashlar. Ve yuqbalu qawluhu fil qalil vel kathir. Uning gapi ozda va ko'pda shuning gapi qabul qilinadi. Agar fa in qala lahu, agar uningga agar bu muqir bunda desa, lahu alayya malun azim deb turibsan. Bu aytganimiz mujmal olati bo'ldimi? Endi yani mujmalni sifat bilan qo'lashtirib qaytlab iqror qilgan bo'lsa, masalan, lahu alayya malun azim, falanining mening gadinimda azim degan gap katta mali bor, yani yo'g'on, cho'ng bir mali bor. Cho'ng bir pul bor desa, cho'ng, katta, buyuk deb bunda, ulug' deb bunda sifatlab iqror qilgan bo'lsa, lam yusaddaq fi aqalla min 200 dirham. 200 dirhamdan azroqida bu tasdiqlanmaydi. 200 dirhamdan azroqida tasdiqlanmaydi. Buni degan gap. Masalan, men Tumurbek muddatda iqror qilsam, men Tumurbekning menda adadsiz cho'ng puli bor, yo'g'on bir puli bor. Tumurbekning menda yo'g'on bir puli bor desa, ondan men iqror qilsam, uni keyindan qazo qilib kelib qancha pul bor ya desa, hemen 50 koy bor desam, bunga lam yusaddaq. Bunga qozim ishonmaydi, hech kim ishonmaydi. Demişqa mal azim deyish uchun chuqur bir katta bir mal bo'lishi kerak. Buningda nimani asos qilamiz unda desa, İmam Azam Ebu Hanife rahimehulloh mazhabida deydiki, buningda biz malning nisabini asos qilamiz. Malning nisabi azim bo'lganlik uchun bunga zakat keladi. Shu nisabga ega bo'lgan odam, shu nisab azim bo'lganlik uchun buni boy deb boyning qatoriga qo'ydi. Qancha malning nisabi, zakat qiladigan malning nisabi 200 dirham. Ya'ni 200 dirham degan gap taxminan 1 dirham 3,5 gramdan bo'lsa, 200 dirham degan gap taxminan 700 gram. Kumush degan. 700 gram kumush pul degan. Endi 700 gram bo'lsa, hozirgi zamonda mesela kumushning gramini 5 riyaldan olsa, 3500 riyal degan nisab. Kumushning nisabi taxminan 3500 riyal. Ziyodlab ketib 4000 riyal, bo'lmasa 3500 riyal.
mana shu 3500 riyaldan tüven yani 2000 beyde 3000 dese nima qilinmaydi, tasdiqlanmaydi. Bunu nima deyiladi bunga? Sen mal azim degan gap. Mal azim degan qaran kuchiga chuqum agar 1 milliondan ziyoda pul bor desa tasdiqlanadi. 200 dirhamdan ziyoda pul bor tasdiqlanadi, ammo uning tuvan bor desa tasdiqlanmaydi. Chunki mal azim deganda biz nima o'lcham qilamiz? Nisobni o'lcham qilamiz. Xo'sh, va in qal. Tamam, endi agar bu in qalat darahimu kathira desam, darahim azim demay, nima desa, darahim kathira deb itiraf qilsa, yani lahu alayya darahimu kathira deb itiraf qilgan bo'lsa, iqror qilgan bo'lsa, ya'ni falonining mening gadimda nurg'ilgan, ya'ni ko'p dirhamlari bor deb iqror qilgan bo'lsa, lam yusaddaq fi aqalla min 10 darahima. Degan gap 10 dirhamdan azroqida tasdiqlanmaydi. Bu nima degan gap? Desa, masalan, agar Tumurbek menda Nuriddinning adasiz jiq ko'p dirhamlari bor. Mening gadimda Nuriddinning adasiz ko'p dirhamlari bor deb e'tirof qilgan bo'lsa, darahim degan gapni keltirib. Bu agar unga qozi so'raydi, qancha dirham deb so'raydi. Qancha dirham deb so'rasa, ayshqa 3 dirham, 4 dirham desa, uni tasdiqlanmaydi. Taki 10 dirhamgacha 10 dirhamgacha tasdiqlanadi. Agar undan ziyoda tasdiqlanadi, agar 100 dirham, 1000 dirham desa mayli tasdiqlanadi. Lekin 10 dirhamdan tuvan desa tasdiqlanmaydi. Nima ish qiladi desa, bu masalamiz lug'aviy masala. Chunki darahim bizda nimaning adad sonlarniki tamyizi bor. Sanaq sonlarning tamyizi birga birlik kiradi, ikkilikka ikkilik kiradi, 3dan tortib 10gacha ko'plik kiradi. Undan keyin 11dan tortib oxirgi sonlarga birlik kiradi, mufrat holati kiradi. Masalan, مثلا 1 2 1 رجل 1 رجلان 2 الكلام ده ممكن 3 رجال تاكي 10 رجال رجع جمع كسرت كيف تكالت كده ممكن 11 كيف كان تجو 11 رجلا شو نورما demek دراهم له علي 3 دراهم 10 دراهم 11 درهم 11 dirhemen deb ketdi. Demek darahime deganki en ko'p kiradigan yeri qancha ekan? 10 dirhem ishlatildi ekan. Demek bu lug'aviy masala. Demek yani bir adam menda falani darahim kathira desa biz en ko'p tarafini ata qilamiz. Kathira degan so'z bilan darahimning en ishlatiladigan lug'at ishlatiladigan en ko'p tarafi qancha ekan? 10. 10 ishlatilgan 10 dirhemning ostida iqro qilsa tasdiqlanmaydi. Agar uni yuqori iqro qilsa tasdiqlanadi. Ve in qala darahimu. Agar hamda lahu alayya darahimu deb faqatlam. Lahu alayya darahimu. Falanining menda dirhamlari bor deb, bas darahimu deb degan bo'lsa, fahiya thalathatun. U 3 dirhamga hisob bo'ladi. İlla yubayyina akthara minha. Agar undan ko'pragini bayon qilsa, kuchiga qanchalik ko'pini bayon qilsa, 1000 dirham desa kuchiga, ammo dedimi 3 dirham ya 2 dirham bordi yoki 1 dirham bordi desa tasdiqlanmaydi. Yani en tuvanda 3 dirham. 3 dirham ni itiraf qilgan bo'ladi. Demişqa darahima degandiki sanjat ko'plik qiladigan en tuvan cheki qancha? 3. Salasatu darahima. Agar isnani dirhamani. Dirhamani isnani deb keladi. Ve in qal amdi agar itiraf qilguvchi lahu alayya kaza dirhaman degan bo'lsa, falanining mening gadinimda mundaq tangisi bor, dirhami bor. Mundaq dirham bor desa, lam yusaddaq fi aqalla min 11 dirhaman degan 11 dirhamdan azroq iqro qilgan bo'lsa, lam yusaddaq tasdiqlanmaydi. Nima shu 11 dirham? Chunki men 5 tushundigandek bu yerda 11 dirhaman kaza deb
Yani iki kezani keltirdi. Oturda vav etkisi yok. Vav harful atif yok. Keda keda dirhemen degandan keyin biz uni qaraydigan bo'lsak, son sanoqda vav atif kelmaydigan son nechigacha? 11 dan 20 gacha. Ya'ni ahada ashara dirhaman. Tis'ata ashara dirhaman. 20 dirhaman. Deb 20 gacha bo'lgan sonda vovsiz, atifsiz holatga keladi. Atifsiz holatga kelgandan keyin bu ahada ashara dirhaman falanning menda kaza kaza dirhamda bir xizmat qilsa, bu eng tuvan bo'lganda 11 dirhamda tasdiqlanadi. Undan tuvan bo'lsa tasdiqlanmaydi. Qalanib fiqhligini qayerga inchkiligini. Sizlarda kaza kaza siz diqqat qilmaysiz unga. Lekin fiqh deganning fiqh olimlari degan inchkiligi bir vav atfiga diqqat qiladi, ha? Bir harfga. Shu fiqh shunasini tilg'an, ularni ko'ziga ilmagan odamlarniki Alloh taolo hidayat bersin deymiz. Buni bir ömrünü atak etken, bir ömrünü atıgan bular fikri üçün. Allah Teala ulardan razı olsun. Hoş emdi ve in qala keza ve keza dirhamen lem yusaddaq fi aqalla min ahadi ve 20 dirhamen. Eğer falanın benim geldiğimde mundak ve mundak dirhemi var deb ikrar kılsa, bu 21 dirhemden azraqı tasdiqlanmaydı. Demişqa çünkü vav bilan keda va keda sana qaraydigan bo'lsak, vav bilan kelgan ikki xonalik sondagi eng tuvini 21. 20 dirhaman, 21 dirhaman yoki ahada va 20 dirhaman, 21 dirhaman deb vav bilan kelganini faqat 21 dan tortib. Shuning uchun 21 dan tuvarlarga tasdiqlanmaydi. 21 da yoki 21 dan yuqoriroq bo'lsa tasdiqlanadi. Buniki e'tirof ediladi. Xo'sh, endi ve in qal endi bu mesele bo'lsa, iqror mutlaq masalasi. Iqror mutlaq masalasi. Ve in qal agar bunda desa, iqror qiluvchi lahu alayya aw qibali malun deb masalan. Iqror qilsa faqat aqarra bidaynin. Qarzni iqror qilgan bo'ladi. Yani lahu alayya aw qibali dirham degandek iqror qilsa, buni bilan qarzni iqror qilgan bo'ladi. Nemishqa desa, çünkü ala degan siga nima ijob sig'isi. Ala nimani keltirdi? Ya'ni menga qaytirish lozim bo'lgan degan ilzomni dalolat qildi. Ham alaning tigida ijob va ilzom bor. Lozim ma'nosi alani. Qibali degan desa, qibali degan men tarafga degan gap, ya'ni bu nimadan damondan xabar beradi. Damon. Ya'ni faloniniki men to'laydigan degan gap. Men to'laydigan puli bor degan gap. Qibali desa, alayya degan mening gadinimda degan gap. Qibali degan cho'q men tarafga degan gap, ya'ni menga ani puli masalan biz nima deymiz? Hozir 2 million olsa ani puli menga demaydi. Ani puli menga deydi. Menga demaydi mushug'ini men to'layman u pulni degan gap. Men to'layman. Qibali degan gap bilan alayya degan gap nimani ko'rsatadi? Ya'ni qarzga iqror qilgan bo'ladi. Va in qala indi aw ma'iya degan bo'lsa, iqrorda falonning lahu indi kaza degan bo'lsa yoki lahu ma'iya kaza degan bo'lsa, bu chog'da fa huwa iqrarun bi amanatin fi yadihi. Bu uning qo'lidagi bir omonatga iqror qilgan bo'ladi. Uning qo'lidagi bir omonatga iqror qilgan bo'ladi. Nima qilsa, indi degan gap falonining mening qishimda, menda manchi puli bor desa, falonining mening qishimda yoki menda manchi puli bor deb iqror qilgan bo'lsa, bu nima? Ya'ni menda omonat, menga omonat qo'ygan falonning menda manchi puli bor degan gapning o'zi, falonning menga omonat qo'ygan manchi puli bor degan bo'ladi. Falonning men bilan manchi puli, men bilan birga manchi puli bor desa, ya'ni falonning menga omonat qo'ygan manchi puli bor degan bo'ladi. Endi buni ikki tomon ikkisining nima farqi bor? Biri omonat bo'libdi, biri nima bo'libdi? Qarz bo'libdi. Ikkisining nima farqi bor desa, farqi bor. Qanday farq bor desam, qarz degan adasiz kuchlik narsa. Omonat uning qaraganda ojizroq. Masalan, bir odamdan qarz olgan bo'lsa, bu qarz o'tni ko'ymaydi, suvda oqmaydi. Nim bo'lib kelsa, qarzni applaplam, yig'masa o'g'rini miskab oqashgan bo'lsa, odamning pulni qarzni qaytarish lozim.
Haqqancha aş mesela bir adamni 100 ming koy qarz yaptı. Qarz yap uni 7 qat yani hech kim ko'maydigan ko'mab saqlagan bo'lsa-mu, aş pul halok bo'ldimi, bir kim o'qolab, chiqib o't ketib ish qilib. Shunda yaxshi saqlab tursa-mu, olib qochgan bo'lsa-mu, nima bo'lmaydi? Qarzni cho'qim qaytarish kerak. Ammo omonat buni o'xshamaydi. Bir odamga omonat qo'ygan bo'lsa, bu omonatni bu odam yaxshi saqlab, ko'ngil bilib, yaxshi saqlabdi, ya'ni uyni ichiga tiqib, qulpini salab, masalan. Hem şu yerdeki, şu her vaktdeki, her zamandaki yaxshi saqladi, muhofazat qildi degan bo'yicha. Her zamanda, şu zamanın ahli pul malını qanday saqlasa yaxshi saqlagan bo'lsa, shunda saqlagan bo'lsa, yine aynı saqlab tursam ya o't ketib, ya bir tabiiy ofat kelib yoki o'g'irlab chiqib degandek o'g'ri mal halok bo'lgan bo'lsa, buni tulmaydi. Tushunarmi? Omonatni u odam tulmaydi, tulam kelmaydi. Omonat saqlagan odamga tulam kelmaydi. Ammo omonatni agar shu odamdan bir sabablik o'tab, talada qolib qo'yib masalan, ishonchli odamga bermay, bir xastalik qilib omonatni halok bo'lgan bo'lsa, bu chaqda tulam to'laydi. Demak, omonat bilan qarzning farqi shu. Tushundingmi? Omonat bilan qarz farqi. Endi demak, bir odam lahu alayya aw qibali dirham deb iqror qilgan bo'lsa, bu qarzga mangadi. Agar lahu indi aw ma'i dirham deb iqror qilgan bo'lsa, bu omonatga mangadi. Endi bu hammasi lug'at masalalari, lug'aviy masala. Fiqhdagi biz eng qiynaydigan masala shu. Arab tilidagi lug'at masalalari. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Olim bo'lgan odam o'zining tilini qattiq pishiq bilish kerak. Uyg'ur bo'lsa, Uyg'ur tilini xalqlar orasidagi qo'llanadigan tilni pishiq bilish kerak. Qanday manda gapi nima ma'ni bildiradi, ma gap nima ma'ni bildiradi degan gapni pishiq bilish kerak. Qirg'iz bo'lsa, qirg'izchani sudek bilish kerak. Ma'lum degan bo'lsa, mutki qirg'izcha deb qalas qo'shib so'rmaydi. To'liq bilish kerak. Normal odamlardan kerak, olim bo'lgan odamlar o'zining tilini sudek pishiq bilish kerak. 100% bilish kerak. Anladın? O o'zbek bo'lsa, o'zbekdan yaxshi bilish kerak. Ya'ni o'zining tilini bilmaganidan boshqa tilni bilmaydi. Fiqh masalalari va lug'at masalalarida arab tilida biz tarjima qilganlar Uyg'ur tilida udul kelmaydi ba'zan narsalar. Bundan nimaga muhtoj bo'lamiz bu masalada? Biz tilga muhtoj bo'lamiz, til. Shu tilda, shu urf odatda qanday ishlatilib kelgan gap bo'lsa, shu bo'yicha hukm qilgan gap. Tushunarmi? Intayin muhim masala bu. Siz mishadiki, bu gapni qadam bağlanib olsangiz bo'lmaydi. Ya'ni bizning tilimizda ba'zi haqlar masalalarida ishlatilgan falonni kimin geldiğini zaman çıkıp mundafada işletilgan gapni biz qilib shuni ishlatamiz fiqh masalalari. Ve in qala lahu rajulun amdi agar bu odam ve in qala lahu rajul agar bu iqro qiluvchi bir odam li alayka alfun mening sening gadiningda 1000 dirham masalan 1000 dona pul bor degan bo'lsa faqala u odam ittezinha desa yoki intaqidha ittezinha degan gap u dirhamniki vaznini deb bergin. Bana demek qancha gramlik, qancha ig'irlik, qancha misqollik dirham bu. Buni sifatlab bergin. Tezinha. Aw intaqidha degan gap uni naqd qilgan degan gap, ya'ni baholab bergin. Dirham nimada? Sifatlik jayyid dirhammi yoki radi dirhammi? Sifatlik bozorda qattiq mangadigan, oqadigan dirhammi yoki kasat bo'lgan, oqmaydigan dirhammi? Shuni nima bergan? Baholab bergin, bahosini deb bergin. Sifatini deb bergin dirhamniki nimasida süpten deb bergin. Yoki ajilni biha. O dirhamni biraz mühlet berib turgandim bana. Biraz mühlet bering. Aw qad qadaytuha yoki men buni sizga bilib bo'ldim. Qadayt ado qilib bo'ldim degan bo'lsa, mush qoz degan bo'lsa, fa huwa iqrar. Bu iqrar hisob. Iqrar qilgan bo'ladi. Ya'ni ittazinha degan bo'lsa. Ya'ni men bir odam kelib men sizga mineral bergan desa, qarablam anda yeni mineral berdimmi, konuştumma deb so'rasa. Anladın? Yoki real berdingizmi, dollar berdingizmi deb so'rasa masalan. Yoki abidan saqlab turing mayli, bir mo'lat bilan desa. Yoki bizga to'lab bo'ldimi, bunda pul mumkin, o'sha pulning yo'q deb bo'lgan mumkin, ammo siz pul olmadim deb tursa, iqro bo'laveradi. Beshlik ash gapi so'ragan, ash degan gapning o'zi ha degan damir hammasini qaytadi. Aşı elif qaytadi da. Aşı pul deb. Demak, ma'ni ko'ngil kalisi mı bor degan gap. O pul kalisi bo'lmasa,
Anda bu neç pulda qanda pulda deb so'rab o'tmaydi. Dastlabda nima deydi o? Men siz bo'lmasa pulamni deb bilan dastlabda inkor qildi. Dastlabda inkor qilmay so'g'alni o'zi nimaga dalolat qiladi o? Buniki falonning pulisi bor ekanligiga dalolat qiladi, bu iqrordir. Mana shu iqror bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh, endi yana bir masala bu sifat bilan iqror qilish masalasi bu. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا. Kimki muajjal bo'lgan bir deynga iqror qilsa deydi. Ya'ni vaqt qarallik bir qarzga iqror qilsa. Bu nima gap? Endi bu yerda qarz degan gap, qarz degan narsa cho'qim qarallik bo'lish kerak. Qarzsiz qarz la yajuz. Qarz cho'qim palani bir oylik yo bir yillik yo 15 kunlik degandek cho'qim nimasi bo'lish kerak? Qaral muajjal bo'lish kerak. Lekin bu yerdagi va mana qaror bidaynin muajjal deganda bas tavdihi. Bu yerdagi qayd ittifoqiy, qayd ehtiraziy emas. Tamam, tavzih qilish, aniqlash uchun. Ya'ni vaqtlik bir qarzni qilibdi. Ya'ni bu yerda men 1 yillik ben palanini menda meni geldimde 1 yilgacha 1 yillik olgan qarz bor, 1 yillik to'xtam bilan olgan qarz bor deb iqror qilgan bo'lsa, fasaddaqahu al-muqarrir lahu fi-dayn. Uni keyindan muqarrirlah degan, ya'ni haq egisi qarzda tasdiqlabdi uni. Qarzda tasdiqlagan bo'lsa, ya'ni demak 1000 riyal bergan deb tasdiqlagan bo'lsa, va kadzabahu fi-ta'jil, ya'ni uni bergan muddatda yolg'on chiqargan bo'lsa, ya'ni 1 yillik degan gap yo'qman, 1 yillik bermagan, qarz bergan lekin 1 yillik bermagan deb muddatda yolg'on chiqargan bo'lsa, lazimahu daynu halan. Uningga qarzni darhol qaytarish lozim keladi. Lazimahu daynu halan degan bu qarz hal degan gap naq holatda lozim keladi. Ya'ni xuddi vaqt zamon darhol naq qaytarishga, ya'ni vaqt qayerda to'shqan holatda lozim keladi. Degan gap hozir qaytarish lozim keladi. Va yustahlafu al-muqarru lahu fil ajal va muqarrilahdan mush muddat haqida, qayal haqida qasam qilish talab qilinadi. Emas qasam ichgan gap. Men uningga muddat 1 yillikda bermagan uni deb qasam ichish talab qilinadi. Va man aqarra wastathna, endi xo'sh bu masala dedi. Va man aqarra, kimki falonida haqqim bor, falonining menda haqqi bor deb iqror qilsa, wastathna muttasilan bi iqrori, o'zini iqrorga ulashtirib istisno qilib olsa, ma'lum bir sonni istisno qilib chiqarib olsa, sahhal istisna. Bu istisno to'g'ri bo'ladi va lazimahu al-baqi. Uning qapqog'ini lozim keladi. Savaun istisna al-aqalla aw al-akthar. Barabarki ozroq bir narsani chiqarib olsin yo ko'proq bir narsani chiqarib olsin, u o'xshash. Fa in istasna al-jami'a lazimahu al-iqrar va batala al-istisna. Agar hammasini istisno qilib chiqarib olsa, bu joqda buning iqror lozim keladi, istisno batil bo'ladi. Bu nima degan gap? Bu nima degan gap desanglar? Bu masalaning surati bunday. Agar bir odamga masalan lahu alayya 100 dirhamin illa dirham debdi. Lahu alayya 100 dirhamin illa dirham. Falonining menda 100 dirham puli bor, faqat 1 dirham yo'q. Men faqat 1 dirham kam, 1 dirham kam 100 dirham puli bor deb qilgan bo'lsa, ulashtirib bilam istisno nima qilsa, munqati bo'lib qolsa, la yujuz. Faqat ulashtirib lahu alayya 100 dirhamin illa dirham deb. Falonning menda 1 dirham kam 100 dirham bor debdi. Ya'ni uning qancha dirham lozim keladi? 99 dirham lozim keladi. Agar yana bir odam debdi bunda deb. Falonning menda lahu alayya 100 dirhamin illa 55 dirham debdi masalan. Falonning menda 55 dirham kam 100 dirham bor debdi. 55 dirham kam 100 dirham bor deb raqam bo'lsa, buni qancha dirham gadinga lozim keladi? 45 dirham gadinga lozim keladi. Endi oxirgi masala. Agar bir odam lahu alayya 100 dirhamin illa 100 dirham deb istisno qilgan bo'lsa, falonning menda 100 dirham puli bor. Faqat 100 dirham boshqa. Falonning menda 100 dirham kam 100 dirham puli bor desa, hada nima? Buni iqror lozim. 100 dirham puli bor degan gap kuchliga istisno batil. Ya'ni istisno batil bo'ladi. Nimishqa? Chunki 100 dirhamni iqror qilib, istisno qilib olganlik yeni olganlik bo'ladi. Yeni olganlik iqror qilib bo'lgandan keyin nima
qabul qilinmaydi. Iqror qilib, yenib olish qabul qilinmaydi. Xo'sh, endi va in qala lahu agar muqir iqror qiluvchi bunday desa, lahu alayya 100 dirhamin illa dinaran. Falanning menga gadimda 100 dirham puli var. İlla dinar faqat bir tillasqam. Bir tillasqam 100 dirham puli var deb iqror qilgan bo'lsa, av illa qafiza hintatin. Masalan, falanning menga gadimda bir taqa buğday kam 100 dirham var deb itiraf qilgan bo'lsa, lazimahu 100 dirhamin illa qiymatat dinar aw qafiz. Unuğa 100 dirham lazım keladi. Bir dinarning bahasi kam, bir tillanın kıymeti kam yoki bir taqa buğdayning kıymeti kam 100 dirham lazım keladi. Yani bir tilla qancha pul bo'lsa, masalan bir tilla taxminan 5 gram. Bir dirham taxminan 3,5 gram. Bir dirham 3,5 gram bo'lsa, bir tilla 5 gram bo'lsa, oltinning bahası qancha bo'lsa, kumushning bahası qancha bo'lsa, selishtirib ham shuniki bir tillaning pulini chiqarib o'tib, qolgan pulni berdan gap. Ve in qala lahu alayya 100 dirham. Agar falanning menda 100 dirham puli var. Lahu alayya 100 dirham debdi. Falanning menda 100 ve 1 dirham puli var desa, fal 100 bunun hammasi kulluha dirham. Bunun hammasi dirham hesap bo'ladi. Hammasi dirham hesap bo'ladi. Nimishqa desa, chunki kishilar dirhamni masalan 100 dirhamin ve dirhamun deb dirhamni takror qilishdan nima kishilar rol qilib bir qatim ishlatib nima qilib qolgan odatda. Shuning uchun buni hammasi 100 dirham bo'ladi. Iqror qilgan bo'ladi. Ve in qala agar lahu alayya 100 ve thawbun desa, falanning menga gadimda 100 var ve bir kiyim var desa, lazimahu thawbun wahidun. Bununla fakatlam bir kiyim lazım keladi. Bir kiyim lazım keladi. Vel merci'u fi tefsiril 100 ileyhi. Endi ma 100ning tefsiridagi merci manba asosida manba murojaat qilingan o'rin shu muqirri bo'ladi. 100ni nima deb e'tirof qilsa shu bo'yicha bo'ladi. 100ni nima desa pul desa pul bo'ladi. Agar kiyim kechak desa kiyim kechak bo'ladi. Shu iqrozi qarab bo'ladi. ومن أقر بحق وقال kimki bir haqni iqror qilsa va bunday desa, inshaalloh debdi. Haqni iqror qilib inshaallohni o'zini iqroriga muttasil qilib ulashtirib inshaalloh degan bo'lsa, lam yalzamuhul iqror. Buningga iqror lozim kelmaydi. Iqror lozim kelmaydi. Nimishqa? Chunki Alloh taolaning xohishiga buni ta'liq qilib esib qo'yishi bu nima bo'ladi? İptal qilganlik bo'ladi. İptal. Anladın? Yani nimishqa? Çünkü biz vaqif bo'g'ilib bo'lmaydigan, belgilab bo'lmaydigan shartdan bilingan esib qo'yishni o'zini muqalliq, ibtol qilganlik, vaqoat qilganlik bo'ladi. Alloh taolo xolisa degan Alloh taolaning xolishini u bilmamdi uni. Alloh taolaning xolishini Alloh o'zi biladi. Bu qanday biladi? Shuning uchun shu sababdan yani Alloh taolo xolisa, Xudoyim buyursa degan gapning o'zi, Xudoyim buyursa falonni men pulsa degan bo'lsa, bu nima iqror lozim kelmaydi. İnşallah degan gap yani Xudoyim buyursa falanni bunda pul var desa, Alloh xolisi falanni bunda pul var desa, Allohning xohlaganligini, xohlamaganligini qanday biladi u? Shunga bu iqror lozim kelmaydi. Wa man aqarra wa sharata al-khiyara lazimahu al-iqrar. Endi kimki bir iqror qilibdi, iqror qilib va ixtiyorni shart qilgan bo'lsa, lazimahu al-iqrar. Buningga iqror lozim keladi va batal al-khiyar. İxtiyor bekor bo'ladi. Ya'ni bu odam nima deb iqror qilibdi? Falonining menda 100 riyal puli var. Biroq men 2-3 kungacha yenilish huquqim bor. Men iqrordan. Falonning menda 100 riyal puli var. 2-3 kungacha yenilish huquqim bor. 100 riyal puli yo'q deb yenilish huquqim bor deb qilgan bo'lsa, buning 100 riyal puli bor degan gap kuchga, yenilish huquqim bor degan gapga kuchga ega emas. Wa man aqarra bidarin wastasna bina'aha li nafsi. Endi har qanday odam bir qo'rov joyini iqror qildi. Falonining mening gadimda bir qo'rov joyi bor deb iqror qildi. Wastasna bina'aha li nafsi. Deb li fulanin alayya darun illa bina'uha deb iqror qildi. Falonining mening gadimda qo'rov joyi bor, faqat uy binosi, uy binolari mening o'ylasa shuniki debdi. Uy binoları mening o'ylasa shuniki, qo'rov sashning uy binosi mening debdim.
Bunda itiraf qilgan bo'lsa, falil muqarri lahu ad-dar wal bina. Muqarrilah ya'ni haq egasiga o'yla, qoro va bino hammasi haq egasining bo'ladi. Haq egasining bo'ladi. Va in qal agar bina'u hadhihi ad-dar li wal arsatu li fulan debdi. Bina'u hadhihi ad-dar ma qoroniki binasi mening wal arsatu degan o'ylisi, sahna. O'ylisi falanning debdi. Anda 5'likda demay, 5'likda nima deganda 5'ta nima deganda 5'ta hada dar yani 5'tiki iqroda u nima degan edi? Li fulanin alayya darun illa bina'uha degan gap. Falanning menda bir qo'ro joyi bor mening yadimda degan gapning o'zidan iqroda ketib bo'ldi hamma narsa. Dar degan gap ishlatiladi. Dar degan gap uy va uning atrofidagi bino va bog' varam hammasi darda bo'ladi. Shuningmi 5 ta iqroq bo'ldi. Iqroqlar kimki nima bo'ldi, kimki illa desa yeni vaqonliq. Istisno qilib yeni vaqonliq demak kuchli emas. Yeni vaqonliq kuchli bo'lmaydi. Ammo ma kimki shaklda desa bina'u hadhihi dar li mayda ayrıldı dar deb uçuk demay. Bina'u hadhihi dar deb yani mal qoro madar ma qoroniki binalari mening val arsatu degan o'ylisi falan deb iqroq qilgan chaqda nima qilgan mudofin ila shaklda qilib istisno shaklda qilmay birisi-birisiga bog'ladi. Bog'lab qilgandan keyin bu chaqda yeni o'lish olmaydi mana. Dastlabdan tortib bina'u hadhihi dar li degan gap bo'lgandan keyin val arsatu li fulan degan keyin bo'ldi. Arsatu li fulan degan iqror keyin bina'u hadhihi dar li degan isbot shu burun bo'lgandan keyin bununda fa huwa kama qal. O'shin degandek bo'ladi. Fa huwa yani arsa degan gap o'yla. O'yiniki oldiki buni o'yla arami. Nima degan o'ylasa shu iqroq odamning nimaniki haqiqisining qo'roning binolari kimning bo'ladi? Binoniki haqiqisining bo'ladi. Dar degan gap u siz xato tarjima qilib qoldik buniki. Biz buni qilib deb o'yla deb, darni o'ylasi deb. Darga o'yla degan gap emas. Dar degan nima pila desam bo'ladi, hozirgi zamonda dacha deb qo'ysin bo'ladi. Ya'ni uy va uyniki beg'i hamma narsa bu dar deb o'tiradi. Ya'ni qo'ro joy desa bo'ladi. Lekin arsa desa, arsa degan gap shu nima o'yla. Bizning uchun holisi, uyning beg'i, o'ylasi degan gap. Uy yo'q. İkisi birlikte olsa dar deb o'tiradi. Va man aqarra bi tamrin fi qawsaratin amdi. Qawsara. Qawsarrah deb o'qsanimiz qawsarrah yoki qawsara deb o'qsanimiz. Ya'ni har qanday odam qawsara degan gap qumushdan yasalgan, yog'ochdan yasalgan qacha. Ya'ni sivat deb qo'yamiz endi. Bir sivat xurmani iqror qilibdi. Falonning gadimda bir qawsara, bir sivat xurmasi bor deb iqror qilgan bo'lsa, lazimahu tamru wal qawsarrah. Uningga xurma va shu bir sivatni bil lozim keladi. Xurmadan bilmaydi, nimani biladi? Sivatni biladi. Nimishqa? Desanglar, chunki xurma deganda sivatsiz bo'lmaydi-da. Xurmada bir sivat xurmada ikki gap ketib qolmaydi uni. Shuni bilib boradi. Wa man aqarra bi dabbatin fi istablin lazimahu dabbatu khasatan. Chunki bir eg'il istabl degan gap eg'il degan gap. Istabl degan eg'il. O qo'tan mol varallarni uslab qo'ydigan uy, eg'il. Kimki man aqarra bi dabbatin fi istablin degan gap bir eg'ildiki bir uloq, bir hayvonga iqror qildi. Falanniki li fulanin alayya dabbatun fi istabl degan eg'ildiki bir hayvoni bor. Falanniki mening gadimda uni eg'ildiki bir hayvoni bor, qotandiki, sariydiki bir malg'anisdiki bir hayvoni bor deb qilgan bo'lsa, lazimahu dabbatu khasatan. Uni faqat shu uloq, shu hayvonning o'zi ham lozim keladi. Uningga eg'ildan birisi, misol degandek saroy, malxonadan birisi lozim kelmaydi. Faqat nima ham şu hayvanın üzüləm lazım ki demiş qa desanglar. Çünkü bir adam attığını olap mangan bolsa, eğilini bir kütüp gitmeydi. Eğer olap mangan bolsa, eğilini kütüp gitmeydi de fakat adamını kütüp giderleydi o, atını ayırmayıp giderleydi. Lakin xormuş o desa, bir sıvat xormunu, sıvatını qapqap xormuş gitmeydi.
Biz shuning uchun sivat bilan billah keladi degan gap. Va in qala ghasabtu thawban fi mindil. Endi men bir kiyimni bir mendil degan gap latiga yo'gap bir bo'g'jima desam bo'ladi mendil. Bir bo'g'jimaga yo'gap bo'lib oldim desa lazimahu jami'an. Unga shu kiyimmo va yo'gap olmagan bo'g'jimasi lozim keladi. Bo'g'jima kiyim hech kimisi. Bo'g'jima degan gap shu kiyim yo'gaydigan lata. Va in qala lahu alayya thawbun fi thawbin lazimahu. Agar falonining minganimda bir kiyimning ichida bir kiyim bor desa, bir kiyimning ichida bir kiyim, bir kiyimning ichida bir kiyim bor desa lazimah degan har ikkinisi lozim keladi. Ikki kiyim lozim keladi unga. Va in qala agar lahu alayya thawbun fi 10 athwab desa, agar falonining minganimda bir kiyim bor, 10 kiyimning ichidagi bir kiyim bor desa lam yalzamhu unga lozim kelmaydi. Abi Hanifa, Abi Sufyan biz qarshida lozim kelmaydi illa thawbun wahid. Faqat lam bir kiyim lozim keladi. Ve İmam Muhammed rahimehullah deydi ki 11 thawban degan 11 kiyim lozim keladi deydi. Nimish qadi sanlar? Endi buniki sababga qaraydigan bo'lsak, İmam Azam va Abi Sufyan rahimahullah'niki ko'z qarashi, chunki 10 kiyim degan odatda bir kiyimga berdan bir kiyimni 10 kiyim yo'ga o'tmaydi. Deb qilgan. İmam Muhammed rahimehullah jo agar u narsa qimmatli narsa qolsa mumkin bir da qimmatli bir narsani yo'gab, yeni yo'gab 10 kiyim yo'gab berish mumkin deb İmam Muhammed degan, lekin biz buni odatga hukm qilamiz. İmam Azam va Abi Sufyan rahimahullah'niki qavli fatvo shuni qavliga beriladi. Ve men aqarra bi ghasbi thawbin ve jaa bi thawbin ma'ib. Endi kimki bir kiyimni bulib olganlik iqror qilibdi va jaa bi thawbin ma'ib, bir ayb va bir kiyimni bir nafkagan bo'lsa, fal qawlu qawluhu. Uning gapi kuchliga. Fihi bu vaqtki buning gapi qasam bilan birga kuchliga bo'ladi. Qasam bilan billah. Nima ish qilsanglar? Nima ish deganda, chunki bu qasam degan bulanchilik degan faqatlam saqlaydigan xos emas-da. O'g'laydi qadamga qanday o'g'laydi-ne? Bo'laydi. Tiz olib qo'yadi-da uni. Tiz olib qo'ygandan keyin uniki saqmo, kasalmi qalab o'tirmaydi. Menga uyda kin eplashib qolib qolsa qasam ichsa qilib gap. Mushu ashu dedisa, ya siz saqmo olgan degan olmaydi. O'g'lagan chaqda qo'rqib olgan deganda seqin talab o'tirmaydi, qo'lga chiqqin oladi-da. Va kaza law aqarra bi darahima wa qala hiya zuyuf. Shuni o'xshash hukm. Bir necha dirhamga iqror qilgan bo'lsa va qala hiya zuyuf. Bu saxta dirham o'tmas kasat yani bunda. Nima deydigan? Bank davlat mal bankasiga olmaydigan, lekin tijoratchilarning qo'lida uydigan bunda zuyuf degan. Bunda dirham bo'lib qolsa, uni hukmi yana o'xshash shunga. Kuchliga qasam bilan billahi itrof qilinadi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.